Bir yigit Payg'ambarimiz alayhissalomga kelib, ishi yurishmayotganligidan, hech boy bo'lib ketmayotganligidan shikoyat qildi. Namoz o'qiydi, zakotini beradi, ihsonini qiladi, lekin ish yurishmayapti. Nima dedilar Payg'ambarimiz alayhissalom, bilasizmi? Rasulimiz alayhissalom o yigitga qarab, ota-onangni haqqiga duo qilib turasanmi dedilar. Ya shuni qilmayman ekan dedilar. Ala dedilar. Ogoh bo'l. Ota-onasini haqqiga duo qilmagan odamni Alloh qashshoq qilib yuboradi dedilar. Ota-onangizni haqqiga duo qilib turing. O'tib ketganda emas, hayot bo'lib turganda ham azizlar. Ko'pchilik ota-onaga duo qilish desa, faqat o'tgandan keyin duo qilish tushunar ekanlar. Allohim rahmatingga olgin gunoh yo'q azizlar. Ota-ona sizni 24 soat duo qiladi. Lekin siz o'zingizga o'zingiz savol bering, hayot bo'lib turgan ota-onamiz uchun necha marta duo qilyapmiz? Xuddi ular bizga qilgani kabi qilyapmizmi? Yo'q. Agar qilayotganlar bo'lsa, sizni ham